Ulug'bek tumanidan to'g'ri 3 sotudan iborat bo'lgan high-tech uyimizni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Uyimiz Uglovoyda joylashgan. Ko'ryapsiz, bu uyimiz ichida mebellar bilan berilyapti va hech kim yashamagan. Yuringlar hozirlarga ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz 6 xonadan iborat bo'ladi. Hozir uy ichlarini ham birin-ketdan sizlarga videosini qo'yib beramiz. Uy ichlarini ko'ryapsiz. Hammasi har holda, hamma joyi chiroyli qilib ketilgan. Mebellarni ko'ryapsizmi? Uncha-muncha joylarda ham bunaqa mebellar qo'yilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim deb hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin deb hovlisiga kiramiz. Shuna hovliga kirganimizda bu yerda bittada ikkita mashina bemalol qo'yib qo'yadigan zonasi va alohida barbekue zona qilib qo'yilgan archalarini ko'ryapsizmi? Bu yerda toza havo bo'lib turibdi. Va bu tomonimizda yozgi basseyn qilib ketilgan. Yozgi basseyn va u yerda kichkinaga bo'lsa ham ko'cha uchun sanuzor qilib ketilgan. Bu uyimizni imorati ko'rib turibsiz. Bu yerdan uyimiz imoratini ko'ryapsizmi? Uyimiz общий 3 qavatdan iborat bo'ladi. Hamma joylari bir ham chiroyli qilib ketilgan. Endi uyimizni kvadraturasiga keladigan bo'lsa 450 kvadrat bo'ladi. Общий kvadraturasi narxiga keladigan bo'lsa, narxi $980,000 deb aytilyapti. Uyimizni ichini ko'rmoqchi bo'lsangiz, profilimizga kirsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, yaqin orada chiqaramiz. Rahmat.